Aka Cobalt so'ragan edingiz, 300 dollar boshlanish to'lovim bor deb. Mana men sizga 2023-yilgi Cobalt olib kelib qo'ydim. Xullas, mashinaning holatlari ideal holatda. Bu videoda sizlarga batafsil ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Har doim kommentariyaga yozasizlar. Oylik to'lov haqida ma'lumot ber, kraskasi haqida, tan narxi haqida ma'lumot berganda mana sizlarga полный ma'lumotlarni bugun berishga harakat qilaman maksimal darajada. Xullas, krilosida mana eshigida petno tushgan. Kapoti holatda, suyagi but-butun, qolgan joylari top-toza, yurgan kilometr masofasi ham o'kali kulgili. 29 ming yurgan 2023. Любой usta bilan kelib bemalol tekshirib olasizlar. Hodi avtoda shunaqa imkoniyat mavjud. Bemalol kelib turib, masalan, ustalar bo'lsa, ustalar bilan kelib ko'rsanglar bo'ladi yoki xohlasanglar, mashinani haydaymizda любой bitta ustaxonaga kiramiz, polni tekshirib olamiz. Tenglarini ko'tarib, nima holat bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilib beramiz. Xullas, Hodi avtodan 300 dollar boshlanish to'lov bilan mana mana shu Cobaltni bemalol kelib turib xarid qilsalar bo'ladi, 850 dollar xarajatingiz ketadi. O'bshi hisobda 1150 dollarga tushyapti mashina sizlarga. Bundan qilayotgan foydam, daj foydalargacha ham yetib ketaman akalar. 300 dollar foyda qilyapti. Nimaga 300 dollar foyda qilyapti? Nima qilasan 300 dollar deyishingiz mumkin. Qo'limda 8 ta xodim ishlaydi. 8 ta xodimning oyligi, uyimga 4 ta non ko'tarib kirishim, bozor tekinga turmaymiz, bozor arendasi, stenka puli, bundan tashqari sizni dokumentingizni qilib beradigan bolalar bor, dokument qilib beradigan bolalarga ham 100 dollar beriladi. Xullas, mana shu xarajatlaringizga plyus olib qolaman. Bu degani 1150 dollar o'bshi xarajat bilan mana shu ishingiz bitib ketyapti. Shundan kelasiz 1150 dollar qo'limga sanab berasiz, pasportingizni berasiz, viloyat nomerlarigacha ham Toshkentdan o'zdan taqib chiqarib beramiz. Hodi avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti. Oylik to'lov, batafsil ma'lumot Telegram kanalida.